Peygamber aleyhisselam zalimlerinin kolçumakçılarından ada-juda bolgan. Müslüman kişinin birer zalim hükümdarının kolçumuqı bolup qilishi haramdır. Zalimning yardımçıları günahda ve Allah'ın gazabına layık buluşta onun şerikleridir. Çünkü ular zalimning tutgan qo'li, atgan o'qi ve qo'rqitadigan kuchidir. Ularning g'alchi quyruq bo'lganligi ularni mas'uliyatdan qutuldirolmaydi. Ularning qiladigani buyruqlarni ijro qilish va sizilgan siziqda mengishdir. Qanaqli bo'lmasin, ular zo'rlanmagan va ixtiyorligi bo'lgan ahvolda qilgan etganlarga mas'ul insonlardir. Alloh taolo Fir'avn va Hamonga g'azabi va azobini tushirgan chaqda ular bilan billa ularning qo'shinlari va agashkuchilarini billa elib ketgan. O'zining kitobida ularga dunyo va oxiratda la'nat qilgan. Shubhisizki Fir'avn, Hamon va ularning qo'shinlari gunohkorlardan edi. Biz Fir'avnni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ey Muhammad, zalimlarning oqibatining qanday bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qaragin. Biz ularni do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrining boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agashtirdik. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Sura Qasas 40-oyatdan 42-oyatgacha. U qo'shin va agashkuchilarning gunohi Fir'avnning buyruqini ijro qilishdan boshqa narsa emas edi. Ular Fir'avnning buyruqiga bo'ysundi. Fir'avnning buyruqi to'g'ri emas edi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kirdi. Bu joy nimaga yomon? Alloh taolo Hud alayhissalomning qavmi bo'lgan otqa mushi sabab tufayli azob nozil qilgan. Ana shu ot qavmi Parvardigorining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarligiga osiylik qildi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsizning buyruqiga ergashdi. Fir'avnning qavmi haqida Alloh taolo qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi degan. Bu sababdan zalimlar va zo'ravon amir umaralarning g'alcha va qo'lchimoqchilarining qilmishlari qattiq ayiblangan. Umuman har qanday zalimga hamkorlashuvchi ayiblangan. Masalan, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu ga Allah seni ahmaq amirlarning sharidan o'z panohida saqlasin degan. Bu ahmaq amirlar deganning ma'nosi nima deb so'raganda Payg'ambar alayhisalom mendan keyin keladigan amirlar bo'lib, ular mening yo'limda mangmaydi, sunnatimni tutmaydi. Kimki ularning yolg'on yavalaqlariga ishonsa va ularning zulmlariga yordamlashsa, ana shular mendan emas, menmu ulardan emasman. Ular mening havzimga suv ichkiga kelolmaydi. Kimki ularning yolg'on yavalaqlariga ishonmasa, qilgan zulmlariga yordamlashmasa, ana shular mendandir, menmu ulardanman. Ular havzimga suv ichkiga kelalaydi degan. Payg'ambar alayhissalomning zalimlarning yantayoqlaridan ada-juda bo'lganligi bir qancha sahih hadislarda kelgan. Albatta, Qur'on Karimni ogohlantirgan. Zalimlarga moyil bo'lmanglar, do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech yordamchi yo'qdir. Ondan keyin hech yordamga erisholmaysizlar. Sura Hud 113-oyat. Ularga moyil bo'lish, ularga yog'limchilik qilish, qilgan etganlarga rozi bo'lish va ularga moyillik his qilish deb tafsir qilingan. Buning oqibati Alloh taolaning uningga ega chiqishidan va yordamidan mahrum qilish bo'lib, bu ikki narsadan mahrum qilgan kishining boshqa ega chaqisi yoki yordamchisi bo'lmaydi. Zalim hukmdorlardan yuz o'rishga, ularning darvosidan neri ketishga va ularga moslashishdan yiroq turishga eng munosib kishilar bo'lsa, xaloyiqni haq
chaqirishda, yaxshilikqa targ'ib qilib, yomonlikdan to'sishda payg'ambarlik vazifasini miros olgan ulamolardir. Mubada ularning vazifasi hokimlar zulm qilib, Allohning shariatidan chetnab ketsa-mu, yanada hokimlarga xushomatchilik va ularga moslashishga aylanib qolsa, ular haqiqatan omonatga xiyonat qilgan va ummatni fitnaga solgan bo'ladi. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ogohlantirgan yomon oqibatdir. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Shubhisizki, mening ummatimdan nurg'un kishi dinda olim bo'ladi. Qur'onni tilovat qiladi. Ular biz boshliqlarning yoniga berib, ularning mol dunyosiga erishimiz, lekin dinimizni ularning ta'siridan uzoq tutamiz" deydi. Ammo amaliyotda unda bo'lmaydi. Tikanlik daraxtdan tikandan boshqa hech nima chiqmaganidek, ularga yaqinlashsa, ulardan gunohdan boshqa hech narsa chiqmaydi. Demak, ular yo'ldan chiqib ketgan ashu zolimlarga yaqin turishdan va ular bilan o'ltirib qopishdan gunoh ma'siyatni qo'lga keltiradi. Islom dasturini cho'ng tutmaydigan, uning chek-chegarasiga rioya qiladigan va uning qonunini ijro qiladigan solih hokimga kelsak, garchi bir qism shaxsiy manfaatlar zoya qilib o'tilib, uning ba'zi bir siyosatlariga rozi bo'lmagan, parch-purat masalalarda xato qilib turgan taqdirdami, biror musulmonning isyonkorlik qilishi, uningga qilgan bay'atida yenib olishi halol bo'lmaydi. Ba'zi bir ahkamlarni ijro qilishda vaqtlik sal qarash yoki ba'zi bir jihatlarda yo'ldan chetnab ketish yuz bergan ahvolda uningga isyon e'lon qilsa yoki qurol tanglasa yoki qo'zg'olon o'tin ulg'ashsa halol bo'lmaydi. Chunki biror ishga norozi bo'lgan kishi qo'zg'olon ko'tarib isyonkorlik qilsa muboh bo'laveradigan bo'lsa edi, davlatning muqimligi, ummatning birligi va butun to'plikning bexatarligi tavrab ketishi, balki butunlay g'olab tushishi mumkin. Mana bu podshohlarning amal berishda yaqinlarini oldingi o'ringa qo'yish va ba'zi bir yo'lsizlik qilishga o'xshagan qilmishlarga sabr qilishga buyurgan hadislarning mazmunidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhissalomdan kimki boshliqining biror ishini yomon ko'rsa, sabr qilsin. Chunki sultonning amridan bir g'ariz yaqinlashgan holda o'lgan kishi jahiliyat davrining o'limida o'lgan bo'ladi deganligini rivoyat qilgan. Munkarni o'zgartirish vojibdir, lekin uni o'zgartirish uningdan cho'ng bir munkarni keltirib chiqargan bo'lsa, yomonlikning yo'lini taqash, ikki ziyonning yengilragini tortish va ikki foydaning kichikroqidan voz kechish jihatda uningga vaqtli sukut qilish turish vojibdir. İki ziyonning yengilragini tortish va ikki foydaning kichikroqidan voz kechish jihatdan uningga vaqtli sukut qilib turish vojibdir. Hazreti Musa alayhissalom, Hazreti Harun alayhissalomning o'zi yo'q chog'da qavmining Samiri ularga yasab bergan mo'jizaga cho'qinishiga sukut turganligini aytlagan. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning ozg'inligini ko'rgan chog'ingda menga agishdan nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi?" Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tortmag'in. Men haqiqatan sening İsrail avlodini bo'lib tutsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim." Demak, Harun alayhissalom jamoatning birligini saqlab qolish yuzasidan birinchi cho'ng mas'ul qaytib kelguncha bu cho'ng munkarga vaqtincha sukut turishni va u qaytganda ondan birlikda fitnaning yilsini quritishga munosib chora-tadbirlarni elishni to'g'ri topgan. İslam shariatini mana mushu nuqtani chiqish qilib turib biror munkarni o'zgartishda uningdan cho'ngidan ansirgan ahvolda sukut turishni joiz qilgan. Bu albatta ishning mohiyati islomning asosiy ahkomlarini aniqli tashlab chiqib ketish darajasiga yetmagan ahvolda shundoq bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob. Islomdagi halol va harom nomli kitobdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.